Yo, assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ultra Cross. Bu serialning 3-qismi. Qani go. Yo, ketdi. Bu firmani ko'zdan kechirib qo'yaychi. Yo. Nimaga o'xshamayapti? Ko'ramiz. Nima bor? Hech nima yo'q. Afrikaga ketdi. Xo'sh, tepasiga chiqamiz. Mana tepasiga ham chiqdik. Endi ko'proq spam bo'lishini kutamiz. Yo, ana bittasi ana aslahalilar spam bo'lishini boshlayapti. Yo, qaranglar, oltin aslaha. U hozir tirik qoldi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Ana hammasi pastga tushib o'lyapti. So'jalist chiqdi. Shuyda pastda paydo bo'ladi. Biz esa uni shartta o'ldiramiz. Juda sud rang chiroylimi? Oh yeah. Fire protection. Yaxshi. Hazillashyapman. Yaxshi. Boya konga kirdim. Bu joylarni yozib olmoqdan ko'p narsa bo'lgani yo'q, lekin o'tdi. Mana. Wow. Mana ozgina ko'mir oldim. Va 9 ta va temir oldim. Ko'p narsa bo'lgani yo'q. Shular bo'ldi. Shular yozilmabdi, lekin nezerga borib ko'ramiz. Cho'chqa biror qoldi. Qilich olamiz qo'lga. Bu parkurga necha yozib qoldiringlar. Xo'sh. Unda qani go. Ustiga chiqamiz. You guys. Manga. Baxga bir gapiri. Baxga pastga tushib. Nima deyapsan? Baxga. Seni o'ldiraman. Tak. Baxga o'ynaysanmi men bilan baxga? Na senga. Yana bitta na senga. Sakrab na senga. Va bum. Meta bloklar sochilyapti. Oye, olamiz. Boya maytdan parkur qilgan joyim bor-ku. Savol, ana darajalar nimaga sakrayapti? Yo-mayo. Menga kelish xohlayapti shekilli.
ovlamiz. Mana bo'rklarni ham ovlaveramiz. Şuytib mana bu ham olamiz. Bu nimaligini o'zim uncha yaxshi bilmayman, lekin daraja yig'ishga zo'r narsa ekan bu. Shuning uchun shuni bir ikkita olamiz. Mana sizlarga yana shu. Endi manadan yana bitta oldim. Mana ko'rishingiz mumkin, 25 ta oldim. U menga kerak emas почти. Hani ittagini oldim, keyin aynan maketlarga oldim. Shu, mana Joker tuzog'i ishlaymi? Unday emas ekan. Allah. Negadir o'yin qotyapti. Ketdi u AFK'ga. Olg'a. Keldik va AFK bo'lamiz. AFK bo'lamiz. Yo azizlar, yarim soat sonra 1 soat AFK'dan keyin qancha narsa yig'ilganini ko'ramiz. Mana go. Bu AFK'ga kerak bo'ladi mana. Ya. Ha, endi ko'ramiz azizlar. Mana. Ya. Ne qarasam shu yerda Mona kelgan ekan. Uni qidirishga otlandim men. Endi qarasam shu yerda Monani ismi ko'rindi va shu yerdaligini taxmin qilib oldiga bordim. Salom. Lekin bu nimagadir AFK shekilli. Shunday tuyuldi menga. Azizlar, bu survivalning 3-qismi edi. Albatta yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'ling. Birinchi kamchiliklar uchun uzr so'rayman sizlarga. Kommentar albatta kutaman.